Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Thursday, August 22nd, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 43, and the topic of today's lesson is hurry up. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, no. No. Number 2, often. Often. Number 3, can. Can. Number 4, of course. Of course. Number 5, water. Water. Yaki buni water deb o'qsaqmi xatomiz, ya'ni t harfini urg'uliq qilib. Number 6, kettle. Kettle. Yaki buningdimi t harfini urg'uliq qilib kettle deb o'qsaq bo'laveradi jumla. Number 7, behind. Behind. Number 8, teapot. Teapot. Number 9, see. See. Number 10, but. But. Number 11, hurry. Hurry. Or, as in brackets, hurry up. Hurry up. Number 12, boil. Boil. Number 13, find. Find. Xo'sh, undaqda so'zlarning o'qilishi ahvoli shundoq, hamda biz ma'nolari bilan tushunib chiqaylik, tunishib chiqaylik. Number 1, no degan yezilishi shundoq, hamda buni hargizmi kno deb o'qimaymiz. K harfi yezilyapti, savoldoshlar ko'ryapsiz, lekin o'qilmaydi. Okay? No deb o'qiymiz buni. Xuddiki yoq tiki no ga o'xshash o'qiymiz. Amaliyotda ikkisi osmon zamin farq qilmaydi yezilishda. O'qilishi ham o'xshagan bilan, okay? Bunga diqqat qilaylik. Know degan bilish degan gap. Masalan, I know degan men bilaman degan gap, okay? Number 2, often. Often degan pat-pat degan gap. Pat-pat, okay? Ya'ni bir ishninki bo'lishchiligi. Qatim soni qartilgan so'z ku, ha? Pat-pat, okay? Number 3, can. Can degan imkoniyatni bildiradigan imkon bo'ladi. Ma'nosi qilalash. Masalan, I can do it degan men uni qila olayman degandakchu, okay? Number 4, of course. Of course degan albatta degan gap. Savoldoshlarga ma'lum, oldida biz certainly ni o'rgangan. Certainly degan nimda albatta degan ma'nosi bor so'zda. Demakchi albattadan ikki o'rgangan bo'ldik hozir. Birisi certainly, yana birisi of course, okay? Har ikkisining ma'nosi o'xshash. Albatta azroq farqlandi ishlatganda, lekin asosan o'xshash deb tushunsangiz bo'ldi hozircha, okay? Number 5, water. Yoki water deb o'qisangiz bo'ldi dedim-ku, suv, ha, bu ichadigan suv bor. Number 6, kettle yoki kettle deb o'qisangiz xato emas. Choy qaynatadigan cho'gin, okay? Number 7, behind. Behind degan kaynida degan gap. Masalan, mudaq bir narsaning kaynida. Oldidan o'rgangan savoldoshlar, in front of deb. Masalan, bino degan so'zga ishlasak, masalan, binoning oldida deganni in front of the building desak, binoning keyindan nima deydigimiz behind the building deymiz. Bularimiz oldi qo'shilg'ichlar bo'ladi. Oldi qo'shilg'ichlarning qanday keladiganligini men jiq dedim savoldoshlar. Oldi qo'shilg'ichi deb atishimizdagi sabab shu so'zlarning oldiga keladi. Qo'shilib, oldi qo'shilib keldi. Alda qo'shilib kelib shu bir narsaning bunda bir yerda demakchi. Masalan, maqolda behind the building degan mavzu birikmasida binoning kaynida deganni kaynidan oldi deb bilib, undan keyin binoning deb kaynida undaq deydi ekanmiz. Tushunishliqmi? Behind the building deb. Kaynida binoning deb. Okay? Inglizchadagi bu ifodalash odatiga diqqat qilsak, uyg'urcha bilan bir selishtirib o'tib kelsak, foydasi va ko'p degandim men, ha? Okay? Biz binoning kaynida deymiz, inglizchada kaynida binoning deb bunda oladi, okay? Number 8, teapot. Teapot degan choy damlaydigan chaynak, okay? 6-inchisi nim degan to'q choy qaynatadigan cho'gin dedik. 8-inchisi teapot, choy damlaydigan chaynak, okay? Number 9, see, ko'rish bu.
ko'rish, biz qarashni o'rgangan yodingizda bor. Qarashni look deydik. Machu see degancha ko'rish bo'ldi. Qarash bilan ko'rish ikki gap qo'y. Demakchi qaragandan keyin ondan ko'rsiz-ku, demakchi bu ikki hukm demakchi-ku. Demakchi 9-chi see ko'rish deb tushunamiz. Number 10 but lekin biroq degan so'z bu. Okay? Number 11 hurry. Hurry degan bir narsaga aldirash. Bir narsaga aldirash yoki bir ish uchun tez bo'lish degandek-ku. Hamda bo'libmi inglizchada masalan qarshi tarafni bir narsaga aldirashga degan vaqtimizda yoki buyurgan vaqtimizda hurry up deymiz. Masalan tez bo'lar degan gap bu. Up degan ustiga degan so'z savoldoshlar tushundi buni. Hurry'ga masalan upni qo'shib desak shu tez bo'lar deb tez bo'lishni texnik bir xil aldirash bir xil darajasi ko'tarishga undeganimiz qarshi tarafni hurry up desak, okay? Hurry deb o'zim shu aldirash degan ma'nosi bor, lekin up bilan qo'shilib kelsa shu qarshi tarafni aldirashga undeganligimiz u. Okay? Hurry up. Number 12 boil degan qaynash. Suvning qaynashi bor. Masalan, suv qaynayapti deganni ham suvni ko'rdik savoldoshlar 5-so'zda water deb. Masalan, the water is boiling desak, hozirgi davomlashayotgan zaman bo'ldi-ku. Ish harakatininki yuz berayotganligi, ya'ni davomlashayotganligini bildiradigan jumla-ku. The water is boiling degan. Is degan BPL, boilning kaniga ing qo'shilsa, demakchi BPL ga agishib bir PL kelib, shu PLning kanida ing qo'shimchasi bo'lsa, hozirgi davomlashayotgan zaman degan shu topda yuz berayotgan ishni bildirdi, ish harakatini bildirdi. Ya'ni uzun gapning qisqasi the water is boiling desak, suv qaynayapti degan bo'ladi. Okay? Yani bir misal elish uchun deb beryapman-ku mana jumlani, ha. Qisqasi boil qaynash, suvning qaynashi, okay? Number 13 find degan tepish degan gap. Tepish, okay? Masalan, our can bilan qo'shib ishlatsa, can nimada 3-so'z qilalash. Bir xil imkon fe'l degan to'qa imkoniyatni bildirdi, qilalashda masalan I can do it degan men uni qila olaman deb tushunsak, masalan I can find it degancha men uni topa olaman degan bo'ladi. Find degan tepish, okay? Xo'sh, so'zlarningki o'qilish ahvoli va ma'nolari shundoq. Unda shu ahvollarni yana o'qilish ahvollari bilan ma'nolarini esimizda ching tutgan holda biz qanday dialogni ko'rganmiz hozir. Lesson 43 hurry up degan temadagi. Demakchi darsimizning temasini tushunib bo'ldingiz. Tez bo'langa, yana bo'langa degan bir temadagi bir dars ekan bu. Okay? Darsimizning temasi, yani dialogning temasi bo'langa degan mazmun ekan. Unda esa conversation, ya'ni shu dialogda biz javob berishga tegishli savol qaysi ekan? Oldindan savolni ko'rib deylar, dialogni ko'rishdan burun. How do you know Sam doesn't make the tea very often dedi. How degan qandoq? Savoldoshlar tushunamiz. Do you know degan siz bilasiz degan gap. Meyerki do degan yordamchi fe'l-ku, ha? Yordamchi fe'l men degandim. Yordamchi fe'l savol jumlalarda fe'lning oldida keldi. Miyada bu bir savol jumla shakli bo'lg'ashqa igining oldida kelyapti-ku. Demakchi agar bayon jumla shakli bo'lgan bo'lsa, you know deb bunda olatdik. Demakchi you do know yoda fe'l knowning oldiga, ya'ni bilish degan fe'lning oldiga yoshirin keladi bayon jumlalarda degandim bu yodingizda bor. Mana savol jumla bo'lg'ashqa demakchi yordamchi fe'l to qandaq iga you ning oldiga o'tib olgan bir ahvol bor. Mushunchalik bilib tursak hozircha. Okay, buni jiq uchirdimiz. Demakchi pishilib ketsa bu yordamchi fe'lni ishlatishga to'g'ri. Demakchi qandaq you know, do you know endi how do you know? Siz qandaq bilasiz degan gap qo'y. Qandaq siz bilasiz. Siz qandaq bilasiz degan gap qo'y. Nima demakchi? Sam doesn't make the tea very often. Sam doesn't degan qilmaydi degan gap. Albatta bu yerdan bir yordamchi fe'l kelyapti. Does degan yordamchi fe'l. Amaliyotda not bilan demakchi does bilan not birikib bilan doesn't deb bunda ifodalanadi, buni bilyapsiz. Demakchi Sam jumlaningki mushum Samdan keyingi jumlaningki ikisi bo'lganligi uchun, ya'ni 3-shaxs birlik bo'lganligi uchun yordamchi fe'l does bo'lib keladi degandim yodingizda bo'lsa. Agar
Cümlenin ikisi başka şahslar olib qolsa do keladi degandim qo'y. Ma amaliyotda ikki dona oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla. Ya'ni how do you know degan bir jumla, siz qanday bilasiz degan gap. Bunun kendisi Sam doesn't make the tea very often degan yana bir jumla. Demakchi bu ikki jumlani yig'ib bir murakkab jumla yasagan. Demakchi o'g'lim ikki oddiy jumlada ikki dona yordamchi fe'llar rol o'ynayotdi. Oldidagi oddiy jumlada do degan yordamchi fe'l, keynidagi oddiy jumlada does degan yordamchi fe'l. Oldidagi oddiy jumlada nimishqa do keldi? Chunki jumlaning egasi you. Keynidagi jumlada nimishqa does keldi? Yordamchi fe'lga, chunki cümlenin egisi Sam, yani u, üçüncü şahs birlik. Şunun için. Okay? Hoşunda olsa yardımcı fe'lning gapini mushunchalik qilayli. Cümlenin ma'nosini tushunib baqsaq, Sam doesn't make degan yasash. Doesn't make degan şey yasamaydi degan gap bo'ladi. Agar makes bo'lgan bo'lsa, masalan Sam makes bo'lgan bo'lsa, Sam yasaydi degan bo'ladi. Agar Sam doesn't make bo'lgandan qanday Sam yasamaydi degan gap bo'ladi. Nimani? The tea. Chayni yasamaydi deb gap yo'q Uyg'urchada. Lekin inglizchada mushta ataydi make, ya'ni yasash degan so'z bilan ifodalaydi. Make the tea deb. Uyg'urchada nim deb olsak to'g'ri bo'ldi? Chay damlash deb olamiz buni. Okay? Very often degan very degan back nihoyat degan gap. Often degan pat degan gap. Ya'ni nihoyat pat. Ya'ni ancha bak pat degan ma'no chiqadi bundan. Xo'shunda olsa oldikayni bog'lab tushunsak, men umumiy jumlaninki qarang. How do you know degan siz qanday bilasiz degan gap. Sam doesn't make the tea very often degan Samning, ya'ni Sam chayni damlamaydi, ancha bak ancha pat, ya'ni ancha ko'p, qitim soni qartilgan ama pat degan so'z, often degan. Ancha ko'p deb olamiz Uyg'urchada. Ancha pat desak, bu tushuniksiz bir gap bo'ldi. Uyg'urchada ancha pat deb gap yo'q. Ancha ko'p deb bunda deymiz. Ya'ni Samning ancha ko'p choy damlamaydiganligini siz qanday bilasiz degan jumla ekan bu uzun gapning qisqasi. How do you know Sam doesn't make the tea very often degan. Okay? Xo'sh, Samning ancha ko'p, ya'ni ancha pat deb olsam bo'laverdi-ku. Ancha pat yoki ancha ko'p, choy damlamaydiganligini siz qanday bilasiz degan savol ekan bu. Shu savolga biz javob topishni maqsad qilib, unda o'zi qanday hozir dialogni ko'rib boqaylik savoldoshlar. Dialog mana dialog shu qarang. Bu shu Penny bilan Samning o'rtasida bo'layotgan dialog. Yadingizda bormi? Penny oldingi darsda so'mkasiga bir narsalarni qachlab kelgan uyga. Undan keyin Sam undan so'radi, "Nima deb?" Bu ba'da bir narsalarni chiqarib deb qo'ygan. Yadingizda bormi? Ashu ishkaylan deyli, ashu arayal. Unda olsa bu yangi bir dialog ekan, Penny boshlabdi bu dialogni qarang. Menga agishib o'qing boshdan. Can you make the tea, Sam? Can you make the tea, Sam? deb so'raganda Penny. Sam qo'pib, "Yes, of course I can, Penny." "Yes, of course I can, Penny." deb javob berdi. Deb bo'lib Sam qo'pib, "Is there any water in this kettle?" Yana bir qatama. "Is there any water in this kettle?" deb so'raganda Penny qo'pib, "Yes, there is." "Yes, there is." deb javob berdi. Uniki Sam qo'pib, "Where is the tea?" "Where is the tea?" deb so'raganda Penny qo'pib, "It's over there, behind the teapot." Yana bir qatama. "It's over there, behind the teapot." deganda Penny qo'pib, deb bo'lib, shu gapni deb bo'lib Penny yana, "Can you see it? Can you see it?" deb so'rsa, Sam qo'pib, "I can see the teapot, but I can't see the tea." Yana bir qatama, hamda bir tiniqda o'qiymiz. Men amaliyotda bir jumla o'rtasida bir pashva, ikki qo'rg'i bo'lib o'tilgan.
I can see the teapot, but I can't see the tea. Digante penny kopop. There it is. There it is. It's in front of you. It's in front of you. This says Sam kopop. Ah, yes. I can see it now. Ah, yes. I can see it now. Deydi. Bu gapimda qilib Sam yana, where are the cups? Yana bir qatima, where are the cups? Deb so'rasa Penny qopib, there are some in the cupboard. There are some in the cupboard. Deb qilib, can you find them? Can you find them? This is Sam qopib, yes, here they are. Yes, here they are. Deydi. Deb bo'lgan deganda Penny qopib, hurry up, Sam. Hurry up, Sam. The kettle is boiling. The kettle is boiling. Dedi, shuni bilan dialog tugadi. Qarang, endi biz ma'nosini tushunib boqaylik, qarang. Penny nima deb boshladi gapni? Can you make the tea, Sam? Ta'simas bu jumla. Can you degan siz qila olamsiz degan gap. Agar you can bo'lsa siz qila olasiz bo'ladi. Yodingizda bor. Savol jumla qanday bo'ladi? Ingliz tilidagi savol jumla xabar jumlaning oldiga o'tib oladi. Agar xabar jumlaning oldiga o'tib oladi. Demakchi o'g'lim xabar igining oldiga o'tib oladi. Agar igi boshda xabar keyinda kelsa, u bir bayon jumla bo'lgan bo'ladi. Okay? Hozir qanday xabari yana men yerda xabari deganimiz imkon fe'l, imkon fe'l can oldiga o'tib oldi. Okay? Shuning uchun mana savol jumla deymiz. Okay? imkon fe'l can oldiga o'tib igisini ya'ni you'ning o'zining keyinda qoldirib qo'ydi demakchi mana bir savol jumla. Okay? Can you make degan shu siz yasay olamsiz degan gap qo'ymaydi. Tig'i ishlatsak damlay olamsiz deb olamiz Uyg'urchada. Okay? Ya'ni can you make siz damlay olamsiz the tea chayni Sam? Siz chayni damlay olamsiz Sam deb so'raganman. So'raganda Sam qopib yes of course I can Penny. Yes degani ha degan gap, of course degan albatta degan gap, I can degan men qila olayman degan gap. Qila olayman degani shu yasay olayman degani-ku, ya'ni damlay olayman degani-ku. Bu can ning keyinida asli masalan yoshirin kelayotgan qaysi gapga make the tea degan gap yoshirin keldi, ya'ni tushib qoldi desak ham bo'ladi. Okay? Ya'ni yes of course I can make the tea degan gap bu amaliyotda. Qisqartib bilan yes of course I can deb olamiz-ku. Okay? Bunda cümle şeklini yaman jiq ko'rdingiz, buningga siz bu xil tonishlik bo'lib qoldi siz uchun. Yes, of course I can, Penny. Ha, albatta damlay olayman Penny dedi. Degan deb bo'lib, Sam bunday deydi. Is there any water in this kettle? Is there degan barmi degan gap. Agar there is bo'lsa bor ya. Is there bo'lgan ki barmi deb deymiz. Shunaqa. Any water, azroq suv. In this kettle, mavo cho'ginning ichida. Ya'ni, ma cho'ginning ichida suvamo degani qo'yib, ya'ni anini cho'qim azroq deb elishimizning hojati yo'q. Chunki shu zodi suvamo demakchi. Azroq bo'lsa suvamo demakchi. Buni Uyg'urchada cho'qim ep ketishimizning hojati yo'q buni. Azroq deb tarjima qilib demakchi. Okay? Ya'ni cho'ginning ichida suvamo degani, lekin inglizchada cho'qim shunday ifodalaymiz. Azroq suvamo deb. Okay? Ma savol jumla bo'lganligi uchun any ishlatiladi. Oldingi darsda men jiq dedim bu gapni. Agar bayon jumla bo'lgan bo'lsa, any demay some deydik. Okay? Hozir ko'ramiz bayon jumlani, mashqda. Xo'sh, is there any water in this kettle degani, ma cho'ginda suvami degan ekan-ku. Okay? Demak, ko'tiribmi bilinmabdi-da, o'zi cho'ginni ko'tiribmi bilinmabdi. Penny bu gapga qarata nima deb javob berdi? Yes, there is. Ha, ba deb javob berdi. There is degan ba degan gap bu. Amaliyotda nima bor shu? There is some water in this kettle degani. Ya'ni there is some water in this kettle bo'lsa qanday bayon jumla bo'ladi. Ya'ni some water in this kettle
degan qismi tushib qolgan bir ahvolga mana. Okay, demakchi Sam Machugun suvamu deb so'rasa Penny qo'yib ha ba deb javob berdi deyli. Aniki Sam bunday deydi. Where is the tea? Where degan qayerda degan gap is degan bo'lsa the tea, ya'ni choy. Choy qayerda degan gap bu. Sam choyni qayerda deb so'raganda, choy qayerda deb so'raganda Penny qo'yib it's over there. It's degan it is degan gap bu. U bo'lsa over there. Ayada. Men konu bir darsda aytgandim, masalan, o'zimizdan yiroqroq turgan bir yerni ko'rsatib turib, falan narsa ayada desak, it's over there deymiz degandim. Yodingizda bor. O'shada over degan nima tushunimiz, ustida deb tushunimiz. Ya'ni bundaqlik bir bo'shliqni ortildirib, ko'rsatib deyotgan ahvolga ishlatildi. Okay? It's over there. There degan aya. Over deb bundaq qilishimizdagi sabab shu bo'shliqni ortildirib, qarshi tarafning nazarini bo'shliqdan ortildirib, bir yoqqa qaratyotdi deb tushunamiz ma'ni, okay? U ayada demakchi, choyning o'rnini demakchi, deb bo'lib behind the teapot, behind degan kaynida degan gap olib kelgandik. Teapot degan choy damlaydigan chaynak dedik. Ya'ni behind the teapot degani nima? Kaynida chaynakning. Ya'ni chaynakning kaynida degan gap bu. Xo'sh, it's over there behind the teapot deganini deb tushundik emas. U ayada, ya'ni chaynakning kaynida deydi. Deb bo'lib yana xotirjam bo'lmay so'rayotdi. Can you see it? Can you see it? Can you degan qila olamsiz degan gap bu. See it degan uni ko'rish yoki ko'rish uni. Uni ko'ra olamsiz, ko'ra oldingizmi demakchi, ha? Can you see it? Ko'ra oldingizmi? Deganda Sam qo'pib I can see the teapot. Men ko'ra oldim the teapot, the chaynakni, but I can't see the tea. But degan lekin deb bo'lganda. I can't see degan men ko'rolmayman degan. Can't degan amaliyotda cannot ni qisqartib bilan can't deb olg'anaman. Okay? Ya'ni lekin men ko'rolmayman, can't see the tea, chayni. Ya'ni men chaynakni ko'rdim, lekin chayni ko'rolmadim demoqchi ekan bu. Okay? Ashu gapga qarta Penny bunday deydi. There it is. There it is. There degan asha degan gap. It is bo'lsa, u bo'lsa. Ashada u bo'lsa degani u ayad, u ashada tamamdo degani. There it is. İngilizce'de şu ayad tamamdo degani there it is deb bunda oladi. Okay? That bulup it's in front of you. It is in front of you. U bo'lsa oldingizda sizning, ya'ni u sizning oldingizda, ya'ni oldingizda tamamdo degani u. Okay? Ya'ni ayad tamamdo deb bulup oldingiz tamamdo deb indash belgilarini ko'rdingizmi? Urg'uliq deyapti. Deganda sample yes, I can see it now. Degani degani. Yangi so'zlarningki qatoriga yozmabman, men ni ah ishkarib tuzilgan so'zi deb o'qildi. Ma'nosi degan gap bo'ldi. Bir narsani bayqaganda yoki topganda ishlatilgan bir so'z to'g'ri. Yes degani yoki to'g'ri deb olsak bo'ladi. To'g'ri, I can see it now. Men endi uni ko'rdim degan gap. I can see, men ko'ra oldim it uni now, hozir. Yoki endi deb olsak bo'ladi. To'g'ri, endi ko'rdim uni deydi. Deb bo'lib, where are the cups deydi. Agar where is the cup bo'lgan bo'lsa, stakan nada bo'ladi. Hozir are the cups, where are the cups deb mana are degan uchinchi shaxs ko'plikninki BPL bo'ldi. The cups degan shu tutqichli stakanlar, ya'ni ko'plik ism. Ko'plikni bildirayotgan jumla ekanligiga diqqat qilyapsizmi? Men shuni demoqchi. Ya'ni tutqichli stakanlar qayerda? Bu balki biz belki arib ketmaymiz. Tutqichli stakan deb tushunmaymiz. Stakan qayerda yoki masalan china qayerda deb olamizmi? Demakchi, bular hamda inglizlar odatda choyni o'sha tutqichi bor. Stakanda ichib, tutqichli stakanni shu cup deb ko'rib qolgan. Demakchi, biz Uyg'urchada tutqichli stakan deb demasak, ma'no ifodalanmay qolmasin degan maqsadda tutqichli stakan deb alohida ta'kidlaymiz-ku. Amaliyotda shu
where are the cups? Stakanlar qayerda deb olsangiz bo'ladi. Faqat mishariki stakan yana choy ichganda u choy degan qiziq bo'ladi, tutquchi bo'lsa, qo'lni ko'ydamaydi degan maqsadlarni tushunishingizni umid qilmaydi demoqchi. Okay? Where are the cups? Tutquchli stakanlar qayerda yoki stakanlar qayerda? Okay? Diğer stakanlar tutquchli stakanlar demoqchi. Okay? Deganda Penny qo'pib, there are some in the cupboard. There are degan bar, some azroq in the cupboard. Qochquchi ishkavining ichida deydi. Qochquchi ishkavining ichida azroq bor degan gap bu. Yoki bir necha bor degan gap bu. Okay? Some degan ma'qandaq bayon jumla bo'lganligi uchun some deb tuyatadi. Okay? Agar savol jumla bo'lgan bo'lsa yoki bo'lishsiz, ya'ni inkor jumla bo'lgan bo'lganda any deb keladi, yana bir yodingizga solsam. Okay, Penny ashigam deb bo'lib, ya'ni qochquchi ishkavining ichida bir necha bor deb bo'lib, can you find them? Ularni topa oldingizmi deydi. Find degan tepish qo'y. Them degan ularni degan gap. They'ninki tushunilish shakli qo'yini to'ldiruvchilik shakli, jumla to'ldiruvchi bo'lib keldi. Bunda desam aylanib ketmang, keyin tushunib qolsiz oldimizdagi darslarda. Can you find them? Ularni topa oldingizmi? Sam qo'yib, yes, here they are. Ular miyad ekan yoki mana ular deb olsaq bo'ldi. Mana ular degan gap. Here they are. Okay? Deganda Penny qo'yib, hurry up Sam. Hurry up Sam. Darsimizning temasi nahmu shu hurry up degan shu so'z birikmasi, ya'ni tez bo'ling deb olamiz dedim-ku. Tez bo'ling deb. Ya'ni tez bo'ling Sam deb bo'lib, the kettle is boiling. Cho'gin bo'lsa qaynab ketdi, qaynayotdi. Okay? Cho'gin qaynab ketyapti deb olamiz mana. Cho'gin qaynab ketyapti hozirgi davomlashayotgan zamonda. Okay? Okay, dialog, mushu dialog savoldoshlar. Buni mana agishib o'qig'ingiz yetarlik emas. Buni ayrim o'qimasangiz bo'lmaydi o'zingiz. Men davomliq deyman bu gapni. Anamki mushu dialogni qaytadan o'zingiz ovozli o'qib, yodlab bo'lsa, hatto ko'chirib yezib jiq mashq qilsangiz anamki o'zingizning bilimiga aylandi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa biz savolga javob berib ketaylik, savoldoshlar qarang. Bu savol nima edi? How do you know Sam doesn't make the tea very often? Siz Sam'ninki ancha ko'p yoki ancha qatpat choy damlamaydiganligini qanday bilasiz degan gap-ku bu. Xo'sh, nimadan bilamiz biz? Qanday chandurib qo'ydi o'zininki ancha bak choy damlab ketmaydiganligini? Masalan, I know, men bilaman deb olamiz. Boshlaymiz javobni qarang. I know he doesn't make the tea very often. Qarang, men jumla sal uzun jumla, lekin bak o'zingiz xo'sh bo'lib qolsa, men jumlani tushunib olsangiz. Hamda murakkab jumlani deyalaydigan bo'ldim deb qarang. Savolni to'm xat shaklida, men javobni inchik xat shaklida olsak, ko'rishga, ko'zingizga rohat ko'rinishi uchun qarang. I know he doesn't make the tea very often. Men bilaman, uningki choyni bak pat damlab ketmaydiganligini. Nimadan? Because chunki he doesn't know what is where. Because chunki he doesn't know u bilmaydi what is where. Nimaning nadaligini. Okay? Gapim tushunishibmi? Mushta desak eng muvofiq bo'ladi, Eng muvofiq bo'ladi mushta deb javob bersak. Qarang, mana sal ustiga surutay, mana ko'rishga nim bo'lish uchun. Ko'rishga rohat bo'lish uchun ko'zga, qarang. Yana bir qator savolni o'qiydi. How do you know Sam doesn't make the tea very often? Siz Sam'ninki ancha pat choy damlamaydiganligini qanday bilasiz deganga bunday javob berdik. I know he doesn't make the tea very often. Men bilaman, uningki ancha pat choy damlamaydiganligini. Chunki men munda sababdan munda sabab tufaylidan uningki choyni ancha ko'p damlamaydiganligini bilaman deb tushunamiz jumlani umumiy jihatdan oxirgi hisobda. Oldinda qo'ysam sizga. Ammo keyindagi because deganning keyindagi qismini tushuntirib bersam, chunki u
doesn't know because he doesn't know çünkü o bilmeydi what is where. Nima bo'lsa qayerda, ya'ni nimaning nadligini. Okay? Ya'ni uzun gapning qisqasi, men uning nimaning nadligini bilmasligi sababidan, bilmaydiganligi sababidan uning ancha ko'p, ancha qattiq choy damlamaydiganligini bilaman deb javob berganimiz. Bu nayda uzun bir cümle sizge sağlıklı adil olmagandek tuyulup kalgan bolsa nayda malum emdi başlagan dursak İngilizce adli cümlelerini o nime ani elbetine mau mening mındak bir nime falan yerde bundan esva deb adli cümlelerden başlayatkan dursak bundan murakkep gapni nimeş koyup gitseniz deb oylap kalgan bolsanız to'lim kechiring. Men sizden kechirim so'rayman işte oylap kalgan bolsanız. Yaxmali, ma yaxshi bo'ldi. Müşnak murakkep cümlelerini bilvağınız yaxşı oldu. Dap qarsanız, muşu cümleni bolsa ayrım bir qog'ozga yozib, tamg'i chaplab qo'yib, bu yoqqa o'tib 10 qatim qarab, bu yoqqa o'tib 10 qatim qarab, ko'p yodlab, ko'p yozib, yodlab bilvağsanız ma cümleni to'liq asqatudi kelgusida. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa dialog, muşu dialog savoldoshlar, o'qilishi va ma'nosi mushundaq. Unda bo'lsa qolgan ko'p mashq qilishlar qandaq özünüzge qap qaldı. Endi biz qanday qilamiz? Endi biz albatta shu 43-chi darsninki lesson 43ninki mashq bo'lgan lesson 44 ni ko'ramiz qarang. Temasi are there any biznima yoki is there any bir nima? Xo'sh, unda qanday bir mashq bu? Any deganni azroq deb bilgan to'q yoki bir qancha. Bu are debmi keldigan, are there degan jumladan any equatdi. Bu is there degan jumladan any equatdi. Bu qanday bo'lib ketdi desangiz, hozir mashq ko'ramiz. Buningga hargiz beshingizni qatolmang. Faqatla mundal bir narsani o'ylasangiz bo'ldi. Sanag'il bo'ldigan narsalarga, masalan, bir qancha deb ishlatamiz anyni. Sanag'il bo'lmaydigan narsalarga qanday azroq deb ishlatamiz. Masalan, bir qancha degani sanag'il bo'lgan narsalarga degani masalan bir qancha kitoblar deganga sanag'il bo'lgan narsalarga masalan bir qancha deb olmaymiz deganining ma'nosi shu. Okay? Anini. Savol jumlada. Sanag'il bo'lmaydigan narsalar masalan sutni sanag'il bo'lmaydigan bir sut, ikki sut demaymiz. Yoki bir shikar, ikki shikar demaymiz. Ularning miqdori bilan ataymiz. Masalan, bir botluk sut yoki 1 kilo sut debchi, yoki 1 kilo shikar deganda. Gapim tushunishibmi? Demakchi ularga qanday anini nimdep alımız Uygurca'da azraq deb alımız. Yani azraq süt, bir qancha süt demaymiz bu. Demek ki oğlum, are there any degan cümledimi any kelib, is there any degan cümledimi any kelib sizni qaymoqtirib aytgan bo'lsa, tushunsangiz bo'ldi. Are there any degan cümlede sanag'il bo'ldigan bir qancha narsalarning gap ekan, shuning uchun bu yerga anyni bir qancha deb olganmiz. Ya'ni bir qancha bundan narsalar bormi degan jumla shakli ekan. Aslidagi is there any biznima degan jumla sanag'il bo'lmaydigan, ya'ni sutdak, shakardek sanag'il bo'lmaydigan narsalarga ishlatgan ekan ma jumla. Undan so'ng bu jumlada azroq deb olganmiz. Okay? Are there any degani bormi bir qancha sanag'il bo'ladigan narsalar. Is there any degani bormi azroq sanag'il bo'lmaydigan narsalar. Gapni tushunishlik-ku, ha? Okay. Çünkü are there degan chiqib turdi, ko'plikni bildirdi. Are qaraplan bildi, ko'plikni bildirayotganligini. Tegidiki is there deki is din laqanda birlikni bildirdi-ku. Is degan birlik ku jumlaning ikisi uchinchi shaxs birlik bo'lganda is ishlatildi-ku demakchi. Yamanchiq gap qilib ketdim. Maqsadim birla savoldoshlar aniq tushunib olsin degan maqsad. Okay? Xo'shunda bu darsda amaliyotda yangi so'z yo'q. Qarsangiz new words and expressions degan yerda no new words and expressions today deb qarang. Bugun yangi so'z va so'z birikmalari yo'q deb. Shundaqdimi, men tegidiki jumla shakllarini yana bir tez nima qilib chiqaylik, ko'rib o'taylik ko'zdan kechirib. Are there any biznima? Javob yes there are yoki no there aren't. Shunda bo'ladi-ku, ha? Yoki is there any birnima? Yes there is yoki no there isn't. Okay, savol javob qilsak. Xo'sh, shunda bo'lsa bu nazariyaviy paranglar, hamda shu nazariyaviy paranglarni amaliyotda shu kitobimizdan izlab tepib bir mashq qilib olsak qaranglar. Mana 70 ya'ni 70-chi rasm degan-ku, narsa-ku mana 70-chi rasm-ku mana qarang. Bread on the table. Ya'ni
Ustalning ustidagi ustalning ustidagi bolka degan gap mi? Bread on the table. Ustalning ustidagi bolka. Tushunishliku? Unda olsa buni shu darsning temasi bilan birlashtirib boqaylik. Shu 44-chi darsning temasi bilan. Are there any deb kas to'g'rilamdi sizlarcha? Is there any deb kas to'g'rilamdi? Yadingizda bor, breadni biz sanag'ib bo'lmaydi degan to'q. Masalan, one bread, two bread demaymiz, balki a loaf, demakchi a bread, two breads demaymiz. Balki a loaf of bread deb loaf degan miqdori bilan olamiz degan yadingizda oldingi darsda. Demakchi, o'zini bevosita sanamaymiz, balki miqdori bilan ataydiganligimiz uchun sanag'ib bo'lmaydi deb turib, is there any degan yerga qo'yamiz demakchi. Ya'ni is there any bread on the table? Ustalning ustida ozroq bolka bormi? Okay? Bu yerga ozroq deganimiz qanday sanag'ib bo'lmaydigan ozroq. Sababi is there deb birlikni ifodalaydigan savol jumla shaklida kelyapti. Okay? Agar 80-rasm qarasangiz ahvol o'xshamaydi. Hammers deydi. Hammers. Bolqalar deydi. Bolqa deganda sanag'ib bo'ldi, bir bolqa, ikki bolqa deb. Shuning uchun qanday ustidagi ikki jumla shaklini qaysi qo'ydik ekanmiz? Are there qo'yamiz. Ya'ni are there any hammers behind that box? Ya'ni avu sanduqning kaynida bir qancha nim bormi? Bolqa bormi yoki bolqalar bormi degan gap bu. Okay? Gapni tushunishliqmi? Bread sanag'ib bo'lmaydiganligi uchun is there any bread on the table deb so'raymiz. Hammers sanag'ib bo'ldiganligi uchun are there any hammers behind that box deb so'raymiz. Okay? 90-chi rasmga qarasangiz milk in front of the door. Milk degan sanag'ib bo'lmaydi. Garchi ikki botulka bo'lsa-mu bizga bu yerda botulkaning gapini qilmayapmiz, milkning gapini qilyapmiz. Shuning uchun sanag'ib bo'lmaydi deb turib is there degan jumla shakliga qo'yamiz qarang. Is there any milk in front of the door? Yes, there is. Deb bo'lib hamda aniq sonini deyish to'g'ri kelsa, there are two bottles of milk in front of the door deb aniq deymiz. Botulka sonini deyish to'g'ri kelsa. Lekin unda so'ramaydi bizdan. Okay? Demakchi is there any milk in front of the door? Yes, there is. Deb javob bersak tugaydi. 100-chi rasm soap. Soapning sanag'ib bo'lmaydi degandim. Masalan, a soap, two soaps demaymiz, balki a bar of soap deymiz degandim. Ya'ni miqdori bilan ataymiz, o'zini bevosita sanamaymiz. Shuning uchun sanag'ib bo'lmaydi deb turib, is there degan jumla qo'ydik ekanmiz qarang ustidagi. Is there any soap on the cupboard? Ya'ni qachquchi ishkaning ustida so'pim bormi? Ya'ni ozroq so'pim bormi degan gap qo'y. Is there, okay? Ma kendiki 200 rasm qarasangiz newspapers deb bor. As qo'shimchasi va uning ustiga qarang. Sanag'ib bo'lgan narsa. Gazet degan sanag'ib bo'ldi. Bir gazet, ikki gazet. Masalan, a newspaper, two newspapers, three newspapers deb sanaymiz inglizchada. Shuning uchun is there emas, balki are there any newspapers behind that vase? Ya'ni bu tashtakning kaynida yoki lo'nqining kaynida gazet bormi yoki ozroq gazet bormi degan gap qo'y yoki bir qancha gazet bormi? Okay? Albatta sanag'ib bo'lganki bir qancha deb olamizmi? Okay? Unda olsa 300-chi rasm 300 qarasangiz water in those glasses. Bu yerda bizdan suv deydi. Avu stakanlardagi, ya'ni aynak stakanlar bu, glasses degan aynak stakanlar bu. Water in those glasses degan avu aynak stakanlardagi suv degan gap. Unda olsa buni is there deb olamdiq, are there deb olamdiq sizcha? Is there deb olamiz. Bu yerda bizdan so'ragani water. Okay? Is there any water? Is there any water in those glasses? Is there any water? Okay. Bread, milk, masalan, olti rasmni bir xuloslasak. Bread, milk, soap, waterlar qanday? Is there any deb oldik bu. Okay. Hammers bilan newspapers g'uchu.
Are there any hammers? Are there any newspapers deb yozamiz. Yani bir qatım xulosalab bersam. Okay? 400 rasmdan 500 rasm, 600, 700, 800, 900 rasm, 6 rasm qarsangiz T degan sanaqil bo'lmaydi. Shuning uchun is there deb olamiz. Qadam tezlikda tushunib bo'ldingiz, lekin bir division to'g'ri topdim. Is there deymiz T ga. Cups degan sanaqil bo'ldi. Shuning uchun are there any cups in front of that kettle deymiz. Chocolate sanaqil bo'lmaydi. Shuning uchun is there deb olamiz. Teapots sanaqil bo'ldi. Ya'ni choy qaynatadigan chaynaklar, choy damlaydigan chaynaklar kechiringlar. Choy damlaydigan chaynaklarni teapot deymiz-ku. Undan so'ng one teapot, two teapots deb sanaqil bo'ldi. Shuning uchun are there deb so'raymiz. Cars ni sanaqil bo'ldi. Shuning uchun are there. Coffee ni sanaqil bo'lmaydi. Masalan, bir qahva, ikki qahva demaymiz, balki bir quti qahva yoki bir kilo qahva deb bunday miqdor bilan ataymiz. Shuning uchun is there any coffee on the table deb so'raymiz. Gapim tushunishliku. Bular mushundaq mashq qilsa o'g'dashlar. Men agar mushu deganda siz tushunib olgan bo'lsangiz, cho'qim qanda buni o'zingiz og'zaki mashq qilishingiz kerak. Agar og'zaki mashq qilmasangiz, rostla bu o'zingizning bilimiga aylanmay qoladi. Okay? Işte deb qandaq bu ig'izchi mashqni o'zingizga tashlab qo'ydik hamsa, kechiring. Endi biz yozmachi mashqlarni bir ko'rib o'taylik, qarang. Written exercises, yani yazmachi mashqlar. A. Look at these. Oldindan mana so'zlar qarab o'tinglar deydi, qarang. Look at these. Qaranglar malaga. Glassni glasses deb biz ko'plik almashtiribmiz. Keyniga glassning keyniga es ni qo'shish orqali. Okay? Booknicho bevosita s ni qo'shish orqali ham almashtiribmiz ko'plikka. O'zgartiribmiz. Housewife nicho F ni V ga o'zgartirib olib, anandan keyniga s ni qo'shibmiz. Ma'nosini tuting. Ya'ni glass dek mana so'zlarga es qo'shimiz. Book dek so'zga s ni bevosita qo'shimiz. Housewife dek so'zlarga F ni V ga almashtirib olib, anandan s ni qo'shib ekanmiz. Okay? Agar mush yodingizda tursa qanday, endi biz buni mashqlarni ko'p qayda qilamiz. Rewrite these sentences. Buni jumlalarni qayta yozing deydi. Qanday qayta yozganmiz? Men misol berib bizga qarang. I can see some cups. Men bir qancha cups degan tutqichliq stakanlar qo'y, ya'ni stakanlar desak bo'ldi-ku. Lekin tutqich bog'lig'ini unutib qolmang. Some cups degan mishada bir qancha deb olamiz. Okay? Ya'ni I can see some cups degan bo'ldi. Men bir qancha stakanlarni ko'ra oldim. Okay? Bir qancha stakanlarni ko'ra oldim. But I can't see any business deydi. Glassni albatta miyada ko'plikka almashtirib demoqchi-ku. Cups bo'lgandan keyin glasses bo'lish kerak. Mana oldidagi jumla bayon jumla, ya'ni bo'lishlik jumla. Shuning uchun some cups deb yozadi. Ma I can't deb bo'lishsiz jumla mana. Shuning uchun any ni ishlatyapti. Okay? Mayli sanaqil bo'lsin, sanaqil bo'lmasin, nimada mana savol jumlalar bilan inkor jumlalar, ya'ni bo'lishsiz jumlalarda bir qancha yoki ozroqniki ishlatilishi o'xshamaydi-ku. Okay? Bayon jumlalar bo'lsa, ya'ni bo'lishlik jumlalar bo'lsa, some bo'lishsiz jumlalar bo'lsa, any bo'ladi, to'g'ri tushunasizmi? Lekin mana bu sanaqil bo'ladigan ismlarga samni bir qancha deb tarjima qilamiz. Agar sanaqil bo'lmaydigan ismlar bo'lib qolgan bo'lsa, ozroq deb tarjima qilamiz. Okay? Tushunishli qo'y. Xo'sh, unda bo'lsa I can see some cups, but I can't see any glasses deb avayqi glassni ko'plikka o'zgartganni bildingizmi? Keyniga birlik ism glassning keyniga es ni qo'shib o'zgartirganmiz-ku. Xo'sh, agar buni tushungan bo'lsangiz, tuvanliklar hargiz tas emas. 1-dan 7-gacha men nimaga berilgan misolga o'xshashni misolga olmay, misol o'xshamaydiganni misolga biray qarang, men ishlab biray demoqchi. Men berilgan misolda sanaqil bo'ladigan ismlarni ishlatyapman, men sanaqil bo'lmaydigan ismlardan biriga tuzib biray qarang. 3. I can see some coffee, but I can't see any names loaves of bread deymiz. I can see some coffee degan men ozroq qahvani ko'ra oldim, but I can't see any man. Lekin men hech qancha bizimni ko'mdim deydi. Nimani ko'mdim demakcha? Bolkani ko'mdim demakcha, lekin bolkani bevosita any bread demabdi. Any
miqdori bilan olibdi. Any bizni bread deb. Any loaves of bread. Bu loaf deganni dona degan to'q. Masalan, bolkaga bir dona bolka degan dona degan miqdor so'zni loaf mush hozir ko'zingiz ko'rayotgandek. L O A F deganni miqdoriga bir dona deb olamiz degandim ku. Unda bo'lsa mishadagi dona ma bir dona qartilgan loaf. Unda bir qancha dona bo'lganda loaves bo'lib o'zgaradi. Ya'ni F ni V ga o'zgartirib E S ni qo'shsak to'g'ri bo'ldi demoqchiman. Ya'ni but I can't see any loaves of bread. Okay? Gapni tushunishlik unda qog'ini o'zingiz tahlil qilib, yaxshi o'ylanib olib, misollar qarsangiz qanday qog'ini ishlab ketalaysiz. Unda bo'lsa B mashq qilib qarasak, write questions and answers using these words. Bunu so'zlarni ishlatib, savol va jumlalarni yozinglar degan gap bu. Savollar va jumlalarni yozinglar, okay? Misol qarsangiz examples, qarang. Misollar. Bread ni beribdi, on the table ni beribdi. Bunun asosan mundaq savol bilan javoblarni yozib ekanmiz, qarang. Is there any bread here? Bread ga any, okay? Hargiz as qo'shilmaydi ekaniga bu sanog'i bo'lmaydigan ism. Okay? Mayli sanog'i bo'lmaydigan bo'lsin, sanog'i bo'ldigan bo'lsin. Demakchi any degan savol jumlada ishlatildi. Okay? Bulupma sanog'i bo'lmaydiganligi uchun qanday is deb so'rayapti, qarang. Is there is degan sanog'i bo'lmaydiganlar birlik hisoblandi. Birlik ifodalanadigan jumla shaklida ifodalandi degandim bu. Okay? Xo'sh. Is there bamu any bread here? Bu yerda azroq nima? Bolka, ya'ni bu yerda azroq bolka bormi degan gap bu. Okay? Javob yes there is. Ba. There is some on the table. There is some on the table. Agar yuqori gapni tushungan bo'lsangiz, meni tushundingiz. Bu yerda there is degan ba, some degan bu yerda hargiz bir qancha deb olmaymiz, azroq deb olamiz. Bu yerga azroq deganimiz sanog'i bo'lmaydigan azroq. Ya'ni bolkani sanog'i bo'lmaydigan ism dedik-ku, okay? Shuning uchun is deb kelyapti deb tushunaylik. There is some on the table. Lekin tegidagi misol qarasangiz, ahvol sal o'xshamaydi. Hammers deb as qo'shimchasi bor, ko'p sanog'i bo'ldigan ism bu. Lekin o'rni behind that box. Avu korobka yoki yashikning keyinda yoki sanduqning keyinda, okay? Unda esa mush so'zlarga asosan savolni tuzatib qarang. Are there any hammers here? Bu yerda azroq yoki azroq emas, bir qancha deb olamiz, sanog'i bo'ldiganligi uchun. Bu yerda bir qancha bolqalar bormi? Qarang, are deb so'radi. Hargiz ustidagidek is there deb emas, balki are there deb so'radi. Nimishqa? Hammers qarang, sanog'i bo'ldigan endi. Ko'plik bo'lganligi uchun ism. Bu jumladagi ism, ya'ni jumlaningki egisi ko'plik bo'lganligi uchun people are kelyapti. Uchinchi shaxs ko'plik deb tushunamiz buni. Ustidagi bread nom misolida-chu, jumlaning egisi birlik. Ya'ni sanog'i bo'lmaydiganlarni birlik jumlaning egisi birlik deb tushunamiz degandim bu. Sanog'i bo'ldiganlarni-chu ko'plik deb tushunamiz. Shuning uchun are there deb kelganning sababi shu. Ya'ni are there any hammers here? Javob yes there are. Savolda are there bo'lganki javob albatta there are bo'ladi. Anonkin there are some on the table. Ustalning ustida bir nechasi bor. Unda bo'lsa ustidagi misol bilan, ya'ni birinchi misol bilan ikkinchi misolning farqi nima? Birinchi misolda sanog'i bo'lmaydigan narsani so'rayapti. Shuning uchun is hamiyada is. Ikkinchi misolda sanog'i bo'ldigan narsalar to'g'riliq deyilayotgan gaplar bo'lg'achqa are kelyapti. Qag'ayir o'xshash. There is faqat shu is bilan are ning farqi. Anondan albatta sanog'i bo'lmaydigan asmlarni keyinga as qo'shmaymiz, sanog'i bo'ldigan asmlarni keyinga as qo'shilib kelyapti. Qag'larni o'zingiz ishlayalaysiz, birini ishlabman, birinchisini qarang. Milk sanog'i bo'lmaydigan ism, sut. In front of the door. Eshikning oldida degan gap. Unda asli savolni bunda so'rayman, qarang. Is there any milk in front of the door? Yoki here, sorry. Kechiring. Is there any milk here? Ya'ni bu yerda azroq sut bormi? Deb so'rab javobni yes there is deb berganman. There is some in front of the door. Eshikning oldida azroq bor. Okay? Bu yerdagi azroq deganimiz shu. Miqdori aniq bo'lmagan azroq. Agar 2 botulka bor deyish to'g'ri kelsa, u boshqa gapdir. Okay?
Shuning uchun there is some in front of the door deb olamiz. Okay? Xo'sh, unda qolganini o'zingiz ishlab ketalaysiz, savoldoshlar. Bu shu videoni to'xtatib qo'yib shu joyida kitobingiz bo'lganki, agar bo'lmasa tur bitimizdan tushirib oling. Cho'qim ishlama mashqlarni, okay? Shunda deb biz qandoq atki darsda ko'rishaylik. Thank you very much. Like ko'p rahmat. Yana davomli tirishqaysizlar. Unda bo'lsa I will see you tomorrow.